o'zi bu dunyoda hamma jinnixonadagilar просто qo'lga tushib qolganlar xolos. O'ylamanglar, men idealman. Hammalarni Chilida hech kimga hech qachon aytmaydigan, hech qanaqa million summaga ham aytmaydigan bitta sirlar bor. Я же тебя знаю. Men seni ko'ryapman-ku. Har bir insonni o'zini ichida bir siri borki, u xotiniga ham, o'ynashiga ham, joyi kelsa ota-onasiga ham, do'stiga ham aytmaydigan, o'ziga yarasha fantaziya sirlari, qilib qo'ygan ishlari, o'g'irlab qo'ygan narsalari yoki kimdir yeb qo'ygan haqi yoki kimdir berdirib qo'ygani, o'ldirib qo'ygani, tili bilan ishlab olgani, bu narsalari bor. Uni hech qachon hech kimga aytmaydi. Uni o'zing yaxshi bilasan. Hozir jonli efirdan keyin o'tirib o'ylaysan, janglab azliga qatnam, mening sirrimni. Joy urdi deydi.